Bilasizlarmi, oddiy matodan ham qimmat ko'rinadigan koftalar tikish mumkin. Oson. Birinchi bo'lib matodan oddiy asos andazada koftaning barcha detallarini bichib olamiz. Faqat koftani oldi qismi uchun ko'proq joy tashlab kesib olamiz. Koftamda stoyka, yeng, manjet, pirpiraklari bor, hammasini bichib olamiz. Koftamni oldi qismi uchun olib qo'ygan matoimga shunaqa 01 bezakchoklar berib oldim. Va yana ham nejniy, chiroyli bo'lishi uchun krujva ham qo'shdim. Orada shunaqa yengni tayyorlab olamiz. Manjetimiz tayyor, unga volanni ulaymiz va yengni tepa qismini ham shunaqa zborka qilib manjetga o'rnatsak juda ham chiroyli yeng chiqadi. Shu tugmachalar o'zimga juda ham yoqdi. Va yana koftamni stoykasi bo'lishini xohladim. Faqat bantikni oldiga qilaymi, orqagami deb rosa o'ylandim. Keyin orqaga qilib. Asli nima deb o'ylaysizlar? Fikringlarni izohlarda yozib ketinglar. Qaysi biri chiroyliroq bo'lardi? Shu bilan primerkamni ham qilib oldim. Endi navbat kiyib ko'rishga. Mana tayyor, bejirim, sodda, hashamat uyg'unligida. Yenglarini qaranglar, chiroyliligini. Aytgancha shu poyezdda taniganlar bormi? Koftamga zo'r mos tushib qoldi. Sizlarga ham yoqdi. Endi bunga moslab nima tikamiz? Yozib boringlar, men hammasini o'qiyman.